To'xtang. Birgina AI orqali hech qanaqa kodingni bilmasdan turib, agentstvamni veb-saytini tuzdim desam ishonasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, hozir tushuntiraman. Xullas, men yaqinda o'zimni Sultonov marketing agentstvamni tizimlashtirish maqsadida veb-sayt qurayotgandim va internetdan bitta AI ga ko'zim tushib qoldi. Bu AI orqali ishonasizlarmi? Butun veb-sayt tuzdim. Bu yerda mana ko'rishinglar mumkin sizlar proyektlarni, qancha pul to'langan, undan holati, undan tashqari jamoa a'zolari, kim o'zi, SMM menejermi, mobilografmi, aynan bu ishchilar qaysi ishga yo'naltirilgan, ya'ni qaysi proyektga yo'naltirilgan. Undan tashqari sizlar deadline'larni ham ko'rib tura olasizlar. Mana bu yerda qizil nuqtachalar bilan ko'rsatilgan. Agarda sizlar ham o'zingizlar shunaqa veb-sayt yasamoqchi bo'lsanglar yoki sizlarga aynan mana shu veb-saytni, mana shu AI nomi kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda shunchaki AI deb yozib qoldiringlar. Men sizlarga AI linki bilan promptni tashlab beraman.